Qayerda edi? Assalomu alaykum. Keling. Nima ichasiz? Men Mahkam akani o'g'illariman. Ya'ni sizni Hech kimim. Hurmatli mijoz. Nima ichasiz? ular sizni ko'rmoqchilar. Americano? Bir marta gaplashsangiz, Cappuccino. ahvollari og'ir. O'lim to'shagida yotibdilar. Nima bo'lganda ham ular sizni otangiz. Men uchun ota emas. Assalomu alaykum. Ishlarni boshlab oldinglarmi? Assalomu alaykum. Xo'p, ertadongdan qahva bo'lsin bitta. Americano. To'xting. Cappuccino bo'la qolsin. Yaxshi latte. Lattega yetadigani yo'q derdim-u. Yo'q, mayli, cappuccino. Cappuccino bo'la qolsin. Qaror berishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'ring. Qaror berdingizmi? O'sha qaroringizni hech bo'lmasa hurmat qiling. Bu nima? Hayot-mamot masalasimi? Kichkina xatolar katta xatolarni olib keladi. Bu qahvaxonami yoki sizning mentallik kursingizmi, ha? O'rgildim sizdagi faylasufdan. Qarab turing, Instagramda bo'rlatib bitta izoh yozaman, dabdaringiz chiqib ketadi. Ko'rdingizmi nima deganini? Boring-ne, kayfiyatimni rasvo qildi. Hozir otamizga yordamingiz kerak. Yordam. Kesenga tarixdan dars o'ting. Qadim zamonda Toshkent degan tomonda 7 yashar o'g'li bor baxtli oila yashar edi. Kunlardan bir kun ota birovlarning gapiga kirib, xotin va bolasini qishki kunida och-nahor ko'chaga haydab, o'zi boshqa oila qurib, naqd 28 yilga yo'q bo'lib ketadi. Bolani maktabda otasi yo'q deb masxara qilishadi. Onasiga esa yillar davomida boshqa erkaklar yomon ko'z bilan qaraydi, lekin u iffatini saqlagan holda oilani o'zi boqadi. Butun hayot mashaqqatlarini endi o'tdik, mana endi yashaymiz deb turganda bir tirrancha kelib, seni otang bor, u chaqiryapti. Tez unga insoniylik ko'rsat, deydi. Endi savol. O'shanda ona bola Xudoni zorini qilib yolvorganda bunday qilmasliklari uchun nima uchun ota insoniylik ko'rsatmadi? Otani insoniyligi qayerda edi? Qayerda edi? Men ularni bir umr kutdim. Bir umr. Endi bo'lsa ko'rmoqchimish. To'g'risi afsusdaman. Lekin nima bo'lsa ham sizni ismingizni aytib jon berolmay yotibdilar. Menimcha kechirim so'ramoqchilar. Bormayman. Kutmaylar. Saxovat ko'chasi 17-uy. Mabodoga. Doniyor. Kelmadim. Doniyor. Nega kelmadi? Otam jon berolmay yotibdilar-yu. Sekinroq aka. Doniyor. Aytinglar kechirsin. Doniyor kechirsin. Bitta ishchi hal qilib kelolmading-ay. Bo'ldi qizcha aka. Nega kelmaydi? Nega? Holatni tushunsa bo'ladi-yu. Aka. Hamma chiqsin. O'g'lim, Qimirlamang. Men
Men nohaq edim. G'ururim ko'zimni ko'r qildi. Meni kechir, jon bolam. Kim xato qilmaydi? Men sizni kechirdim. Muhimi, Xudo kechirsin. Dada. Rahmat bolam. Rahmat. Ikki dunyo saodatini ko'r. Endi ko'nglim xotirjam. O'zingga shukr, Xudoyim. O'zingga shukr.